Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Asl Baraka Aboy magazinına geldik va yangiliklarni e'lon qilib o'tamiz obunachilar. Like'larni bosib turasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shekillar, bormisiz tog'a? Xorazm e'lonlarini haqiqiy ishonavanda obunachilari qachon oboylarni skidga tashladi, pitib o'tiribmizlar. Asl Baraka sizlar uchun skidkani boshlaydi. Adresni tushuntirib bering, toza obunachilar uchun. Ha, qarindoshlar ham xudo xolasa ekan. Qaranglar, bu Jaloliddinni haykali yonidan kelaverasizlar, vokzal bo'ladi. Shundan kelaverasizlar, yana Oblastnoyni svetoforindan o'tgan yerda Asl Baraka bu yozilgan. Aha. Doğrumuzda Media Park bo'ladi. Media Ban tarafı bo'lsa, aeroport tarafdan kelaverishda ikkinchi svetofordan o'tganlaringizdan keyin yana shunning ko'zlari tushadi, Asl Baraka Aboy deb yozilgan. Bugun nov yangilik qilib berar ekanlar deb oxirigacha ko'rishlari uchun sabab bormi? Bugun shunday yangilik bo'ladi. Aboy munchalar arzon bo'lishini bilganimda remont etmay turaman deb ko'pchilik yozisham mumkin. O Munchalar arzon bo'lishini bilgan. Nechun desa bu safarki boqamiz o'zimni tushgan pulimdan qo'yib beraman. Og'a savol berishlari mumkin. O'zi 29 ming, 39 mingdan ham qo'ydik poyok deb. Bulardan ham arzon bo'ladi degmisiz yo bo'lsa? Yo'q, qimmat aboylar bo'ladimi? Ava. He? 200lik, 210likdan aytasiz menimcha. Shu narsalarni o'zimiz realni sotib oladigan pulimda to'g'ri qo'yib beraman. Foydasi uchun emas. Yo'l pulidan qo'shmaymiz aslida. Endi kommentariyada ba'zi bir obunachilarimiz bor. Ay birdanami, 10danami, borganmi? Even shu narsa uchun 4-5 kun bo'ldi. Agar bizning Instagram o'tib ko'rsalar ham bo'ladi, 90 ming tovar tushirdik. Aha. Bu narsani tashkillashtirish uchun. Tayyorgarlik qilasizlar. Hava. U deydi, kelgandan kichik beraveramiz. Chalim desam. Hava, u ya shtuk kam, ne uchun emas. Bir odamga 10 dona, bir odamga 20 donadan gap yo'q. Yo'q. Bu safarki boshqacha bo'ladi skidga. Aha, Zerlux'ni chiqib turibdi tog'a. Zerlux вообще от души bo'lib turibdi. Zo'rmi? Yurakda-ku. Ularga o yurakda. Gelavering. Endi Aha. hozir hamma arzondan boshladik-ku, hozir qimmatdan boshlab beramiz. Ha, oxirdan ko'rsalar, hammasini Arzonni oxirinda ko'rsatamiz. Aha, yaxshi. Bu yerda ko'rdik. Bu yerda ko'rdik oxiri. 219 ava. 219 ming so'm. Bu narsalarni gizlab o'tirmayman, ochiq aytaman. 12 dollar olinadigan oboylar space zakaz bo'ladi. Space zakaz nechik bo'ladi? Bu material boshqa material. Masla degan tovar bo'ladi. Bular eng so'nggi modeldan ham boshqachasi. Masla space zakaz. Kostyum chavor emas, to'g'rimi? Yo'q, kostyum chavor nazini ham ko'rsatamiz. Bu narsa eng qimmat sotamiz, buni tushirib bo'lmagan hech qachon. Mana tovarni kelib ushlab ko'rsalar biladi, chap dönüşi bor. Buni bu yerdagi oboylarimiz eng qimmat sotiladigan narsalar. Endi bu nechik bo'ladi desangiz, 12 dollarimiz narxiga kiradigan bo'lsak, 153 mingmi, 55 mingmi shunga tushib qoladi. Ava. 159 ming so'mdan qo'yaman buni. Do'konda eng qimmati. Liboy do'kondan oling yo ekiting, solishtirib ko'ring, bemalol narxni o'ynatib ko'ring, dezib ko'ring, kачествоni birib ko'ring, oling. Biza mendan oling demaman, xohlaganingizdan oling. Lekin garantiyasi shunning, burak chiqadi, defekt chiqadi, 100% puli desa puli beriladi, yo o'zi desa o'zidan tozasi beriladi. Tozasi. Shuncha garantiyasi. Zavod 30 yil garantiya beradi aboy. Bu material Zavod tarafından. Вообще yumshoqqina. Aboy masla deydi shu uchun. Salkam material o'xshab ketadi ekan bu. Bu shuningdek. Endi buni aytib turganim 159 ning ichida kley qo'shib beriladi. Kley eng kuchli kley bo'ladi, yetarli darajada. Bir to'pacakman desangiz 100 gram kley, 10 to'pacakman desangiz 1 kilo kley. O'zi ne dedi o? Polni yetadi. O'zi zavod tarafından berilishi 50 gram kley bo'ladi. Har qaysi rulona. Her rulon 50 gram. Bizada suv sho'r, devolda sho'rba. Shuni hisoblaganda ustalar aytadi 50 gram kley yetmaydi deydi. Bizada 200 kvadrat yetadi. 1 kilo deb yozilgan bo'lsa, 100 kvadrat yetadi deb oladilar. Eng kuchli xohlagan kleydan qo'shib beramiz. O'zi tutadi shu kleydan. Rulonni soniga qarab 100 gram bir oboya kley qo'shiladi. Bir rulona. Ha. Avvalgilarning 10 narsani beramiz. Bo'lmasa beramiz emas.
Bu safar qaytı tutmak adduşi narsa etip beremiz. Özüne yetadigan darajada Özüne hamma o'zini yetadigan qo'shib berasiz. darajada- Hech chiqinchi yo'q. Ava, şipat yapı çakınadın beremiz. Ava. Bundan taşkari 5 milyondan harajat ötse Qanaqa? dastavkasını Özbekistan boyunca yetkazib beremiz. Özbekistan boyunca tuninkidin Türkmenlik klientler gelip oturup Türkmenistan'a getirip beresen demekle verize taksi pulunuzdu beremiz. Turkmaniston. Turkmanistondan geldilar. Türkmenistan'dan. Turkmenistandan ya Türkmen chegara Türkmendan geldilar. Daşavuzdan. Türkmen? Daşavuzdan geldilar. Daşavuzdan. YouTube'da görüp geldiler. Daşavuzdan klientler geldi. Zo'r barakasini bersin. Indi ne diyecek mi? Eğer özünüzü maşınlarınızda gelip kazanızlar, Aha. dastavkalarınız için bir 50 min 100 min son pulunu beremiz. Opşidan. Maşınlarınıza zaten gazını, benzinini salıp basa veresizler. Ana Ne gel. deydi karındaşlar? Bola mı? Endi oxirida hali bo'ladi yo'rinadi. Yürüyünle yaxşısı. Qani Sizler gitdi. yana bir zor narsa. Bu pilinç sugaloklarda mamma yok. Bular ham Chistin Rossiyaniki öz alıp bemalol kishaytirib, hech nima bo'lmaydi, ko'rib olaverasizlar. Narxlar ham shu arzon, shu 12 ming so'm donasi. Rossiyaniki. 12 ming so'm. Sugalokni yopishtiradigan nelari, bakleylari bana keladigan bo'lsak, narxlarni yazıp taşadık makarang. İşte git temmez. Oyda arkalarını koparmadık, lekin 159 mingna bugün kıstırılgan narx hazır. 159 sveji, bugun Sveji. asıldi. Tushunarli. Endi- Bularni hammasi moslamaga. Moslo deganimiz yani material. Bular hammasi bir xil. O'zimiz ham maqsadondan ko'paydi. Trafarit dismi deyapsiz. Trafarit o. Uju 7'den tutsasan, üstü geçse sakın ama her sefer arkaya saldı. Shu geçiyorsan, Göster. çanda klientlar bor ekan. Indi Deli- işörün içanını gösterip veremiz ağamlar. Sizler göreveringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Indi bize 4 ay kütken boyumuz var. Aha. 4 ay zakaz berip koyalım ben. 2025'ni Nive Classic'e deyen en sonki modelleri müvezzek karang. Bu hemen önündeki bu narsalardan özgeçe duradan narsalar yine bu keskin çavurun tikilgen yine. Moslani unchalik qomchilamadingiz? Yok masla özü bundan yumuşak kıvanı için yumuşak. Ha, şart emas. İsbotlamak kerak. Bu keskin çavur tikilingen tava. Tikilingen tava. Bunun narxı 139 ming taşadık. Endi savol, to'rqa qimmatlarini 159ligini qo'shib berasizmi kelar yo do'kondagi hammasini ham? Hemmesine koşup benim. Hemmesine. Arzandan kımmatı Liboyna. Lyuboyni. Bular ucu ağırlıkı 3,5 kiloluk çıkadın. Aboyla. Çistin Xitayniki. Biroz bor ekan. Ne o gerek bo'lsa en bilimi o'tgan. Apilus havo o'tiradigan eng so'nggi modeldagi ishlab chiqarish bu uju boshqa narsa yana mo'yinshilaki kley devolam urib yopishtiradini bez ostatga silmat etganda ostatkasi kam edi ekologiya chistin go'standart rossiyanikidan ham o'tgan hamma narsasi bor dokumentalni sifat bo'yicha javob beradigan firmasi eng ajoyib narsalar oxirgi moda. Oxirgi moda. Tozagan narsamizni 139 mingdan beramiz. Bu super mo'yinchiga girmaydi. Super mo'yinchi dimarzan uni hozir ko'rsatamiz. Endi bizani obunachilarimiz savol berishlari mumkin. 10, 20, 30 xullas 50 obunachilarimiz bo'lishi mumkin. Shu vaqtda qaytib berasizmi? Shik nazarda Sotuvchilarga ham berish mumkin. Sotuvchilar ham? Shunday aytib beramiz. Ichida keladi ya'ni 139lik 129 ga tushadi yo 125 ga tushadi. Kileyi, pleyi dastavkasini olib chiqarib ko'rsin. Ha, undan ham. Ya 125 mingga tushadi, yo 127 mingga tushadi. Isho bo'y. Tushunarli. Ava. Agar menga dastavka ichida qo'shib beradigan kileyi, mayda juda ishlar kerakmaydi degan bo'lsa, pulni qaytib berasizmi? Pulini qaytib berilmaydi. Sababi bularga kileylari ham hisob-kitob etildi. Ha, tushunarli. Yo'q, Zavod tomonidanmi? bo'lmaydi desa beraman yaxshi. Ha, ketasini qarab qo'yasiz. Ava. Aytdim ku ya, mashinamda keldim desa, dastavka pulini beramiz deb. Varianti bor xullas, Varianti, aynan ava. qarang, bu yon tarafdagilarning hammasi necha faqat bugundak ko'zchiq nazar? Bu senaga kuru hayit kuni tushishiga ekadi. Aha. Hayit kunisi tushishiga ekadi. O'zim men yo'q edi. Bolalari shuni tushiringlar, hayitlik etib deyildi. Nachin desa, ina bu odnotonnilar ham eng shikolantlariga gullarniki bu yoqda bo'lsa, odnotonnilarniki bunday. Aha. Voy, endi dushman qara. Bu boshqa vazda kelib qoldidan beri. Endi shularni mening bog'ida sotilmagan bir kunlik senatinglar hayitlik etib deyapman. Keyin hayit kunisi do'kon ilingan. Balla demagan. Shuni hisobına bu narxni qo'yacakmiz.
Şu etkenler için 1 ay koyup verdik. 1 oy. 1 ay. Shunda Vakansa. 11'inden iyul 11'gacha, to'g'rimi? Ha. İyulni. 15 neçeden barangay? 15-chi Videomuz biz 15 tane çıkarab. 15-iyuldan 15-iyulgacha. Ava. Tushunarli. 15'ine. Hammasi ishlayotgan narxda amal qiladi, to'g'rimi? Hemmes. Endi bir anda en kızıklı yerine geldiğimiz To'xtam, ishni nazorat buyon tarafdan bir obzor etib bering. Qaysilar tuninkini yetib bir cho'k ketib obzor etib bering. Qaysilarni bir bazı doğrusu bana sonra degan halaklar koymayın da tutma. Ha, Bularni bir gelip pulni alaveradilar. Aha. Geladi ba, yok emas, hemmesi ba. Ha, ko'pchilik Hemmesinden bazı bula alaversin bemalol. Aha. Bani gösterimiz. Aha. Endi İmbir'deki üy koygan aboyumuza geldi geldik. Ava. Aboy 139, 110 her xil aytib sattık bular. Hazırki narxına geladigan bo'lsak, bo'ladigan narxini aytaman. Ob'yom muammo yo'q, xudo xolasa. Avvalgidan bir xonang alasan, boshqa xonanga boshqani alasan degan gap ham yo'q. Ava. 79 ming so'm. 79 dan Ava. tutgan aboyi, to'g'rimi? Tutgan aboyi, kleyi, dostavkasi hamma narsasi bilan. 15-iyulgacha, to'g'rimi? Ava. Undan qolmadi degan gap bo'lmaydi. Masalan, buni o'zi даже 5 kunda tamom bo'lishi. Bir narsa aytaman. Busi tamam bo'lsa, busi tamam bo'lsa, arkisi tamam bo'lsa, belkisi bor. Bu materyali şu 79'lık aboyni polni takansak. Gülli ham bor, adna tonni ham bor, farqi yo'q. Ha, gullisam bu attachment variantlar Bu ham bor. dok svet emas, hammasi ochiq, yoki eng trenddagi turgan svetlar. Aha. Gullar ham patlayib yotgan emas. Yana birisini misol ochib ko'rsatayim sizga. Yana gulli so'roqlar uchun. Yo'q, bu bir danasini ochdim hali. Ochiq ham bor, jemchuq ham bor, liboy rangida bor. Hozir trendda chiqib turgan og'ir zo'r aboy. Shuni so'rayga keldim hozir. Yana. Gelip bemalol olaveradilar. Bazı klientlik alt ko'rganlari. Aha. Endi imbida to'mli narsalarimiz bor, 69 ming so'm. Inan bu 29'lukda ish qolib ketgan ozgina. Bu 29. Hava, bularni endi ko'ramiz. 15 ming so'm mashinadan beri beraman. Bularni lekin bodabayt mo'yin qo'yavering, nechun desam ozginadan bu. Yana qo'yding, yo'q ekan demanglar deb buni aytmadim mana. Endi bular birdan ikki dona qollarni. Kime zarur bo'lgani beraveramiz. Tushundim. Yo'q, basaveradi onu kerak desangiz, endi basaveradi. Kommentariya, bu hozir premium efir aytib turib, premium efirdagini yetib beramizmi yo'qtininkini? Premium efirde YouTube'dakiler gap bilmedik dediğinden ki her sefer. Instagram hozir YouTube kanalimiz Instagramga shuni aytib berishimiz kerak. Instagram'da qilib beramiz. Instagramdan obuna olsa shuning uchun Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar deymiz. Hozir Instagramda bir nima deymiz, premium efir etamizdan ma'lum bir miqdorni berib beramiz bepul. Ne deysiz? Muammo yo'q, beramiz. 7 tane obunasi. Ina. Obuna bo'lib qo'yinglar shuning uchun. Yozasiz. Assalomu alaykum. Xohlasangiz, O'tavering, chanda balla bor, savdo etib turibdilar. Assalomu alaykum. Xo'p, endi bu narxni 15-gacha tutiladi dedik. Hammasidan bo'ladi. To'g'rimi? Onlayn zakaz necha o'tibdi? Masalan, zakaz ham etamiz. Qilinadi hang. Dastavka bo'ladikku, to'g'rimi? Hava. Orqangizdagilarchi? Arkamdakilar bular evvelki safar 159 mingga qo'ygan narsalar bular. Ava. Hozir 129 ga tushirib berdi valla. 129. He. Tovari nima deydi? Tovari yana 160-170 iklarni beradi ekan. Sochishni shu narsa o'zi. O'zi obishni tushiribmiz-ku masalan, o'zlarimizam o'tgan videodan tushirdik 150 9. Shundan shu, to'g'rimi? 129 ming. Hozir 129 dan. Prosta hozir bularni foydasi uchun qo'yilmagan. Hech qaysisini foydasi uchun qo'yilmagan. Shu gelib, olib, duo qilib xursand bo'lib ketsalar bo'ldi. Tushunarli. Sizlarning ish vaqt, ish kunlaringiz nechaga? Yangi obunachilar uchun. 6da ilib turadik, hozir endi yoz bo'lgani uchun 7ga ko'chirdik. Azonki soat 8da ochiladi, kechki soat 7da yopiladi. Kechki 7dan. Hozir 7:30 bo'la geldi, lekin Klientosga ishlayapti. klientosga ishlatdi. Endi ish ko'p, ishdan chiqib keladi, ular bo'ladi. O'zi yozda joy bitta odam kelmaydi. Eng zo'rini aytdim, hazat olishlaringiz, qarindoshlar bitta kelinglar. Bitta odam kam bo'ladi. Svobodniy shug'ullanaverasizlar. Berinde biz qancha ishlatdik, hazatib salqinda seylisizlar. Prosta bitta odam yozning kuni kam keladi. Ozonda giyishda ko'p keladi. Bitta kam keladi. Maslahat bittaga ish. Yozda bitta, qishga qaraganda ozon bilan giyit. Bitta ko'p keladi. Bitta ko'p keladi. Shunda bugungi yangiliklar shulardan iborat, to'g'rimi? Asa Savdo aka chiqdingizlar. Keyingi videomizda nechik yangiliklarni qilamiz. Agar siz kommentariyada zo'r fikr, ideya qoldirsangiz, aytamiz işte. Bir az ideya keldi, lekin og'am aytmadim. 5 rulon obuy beramiz hisoblanishimizga.
Agar zo'r ideya yoqsa. Şeyle baladı haqlarını. Xolangizni saylab olasiz bunacha 5 rulon oboy. Zo'r ideya yozing, like-ni bosing, qarindoshlar deb kelaverasizlar. Sağ olun. Bas veringlar, kanalda poddeşk edemiz. Sağ olun obunachilar.